Hörmətli Şərq Türkistanlıq qarindoshlar, Şərq Türkistan xəbər agentligining xəbərlər proqrammasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Muajiratdagi 20 Uyg'ur tashkilotining rahbarlari Prezident Donald Trumpga yozilgan ochiq xatga imzo qo'yib, Xitoy ishg'ol qilib olgan davlatni Şərq Turkistondagi Xitoyning Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa Turkiya xalqlariga qaratilgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi turishga chaqirdi. 2025 yildagi Asr davlatlar haftaligi harpisida sunilgan bu xatda krizisning ham cho'nqur insonparvarlik ofati, shundaqla Amerikaning davlat bexatarligi, iqtisodiy manfaati, yer sharining muqimligiga bevosita tahdid ekanligi gavdalantirilgan. Xatda Prezident Trumpning birinchi vazifa o'tash mezgilida tashlangan tarixiy qadamlar, ya'ni Xitoyning vahshiyligini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qilish, Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonuni va Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini yo'lga qo'yish, Xitoy kotibashlari va organlariga jazo yurgizish qatorliqda gavdalantirilgan. Xitoyning izchil aldamchiligi bo'lib, Beijingning Amerikaning iqtisodiy manfaatiga ziyon yetkazish bilan birga besimni oshirishda qo'llangan birinchi bosqichlik savdo kelishimiga amal qilmaganligi tanqid qilingan. Hatto yana bugungi kunda millionlagan insonlarning Xitoyning jazo lagerlari va turmalarida tutib turilayotganligi, majburiy emgakka selinayotganligi, tug'mas qilib etilganligi, oilasidan majburiy ayirib etilganligi, Sharq Turkistonning 1959 yildagi Asr davlatlari qarornomasi doirasida asr davlati ekanligi gavdalantirilgan. Xitoy ishg'oliyati keltirib chiqargan strategik, iqtisodiy va mustabid tahdidlar tafsiri bayon qilingan. Strategik kontrol qilishda Sharq Turkiston Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi strategiyasining asosi bo'lib, O'rta Osiyo, Janubiy Osiyo va O'rta Sharqdagi savdo yo'llariga hukmronlik qiladi. Boylik aytishda Sharq Turkistonning neft, tabiiy gaz, uran, litiy va oz uchraydigan mineral moddalari Xitoyning harbiy va nazorat qilish iqtidorini yiqilg'i bilan ta'minlaydi. Iqtisodiy jihatdagi ziyoni bo'lsa, qul emgakidan ishlab chiqarilgan mollar Amerikani arzon emgak kuchi mahsulotlari bilan ta'minlab, Amerikadagi kasb va ishga urilishni o'ltirdi. Amerikaning jazolashiga bo'ysunmaydi. Mustabidlikni kengaytirishda Xitoyning sun'iy aql orqali besim qilishi yer shari raqamlik mustabidlikning misoli. Xatga imzo qo'yuvchi tashkilotlar Amerikaning manfaatini qo'g'dash va o'z-o'zini idora qilish, adolat prinsipini qo'g'dash uchun jiddiy ijro qilish tadbirlarini talab qiladi. Ya'ni Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qiladigan ma'muriy buyruq chiqarish, irqiy qirg'inchilik, majburiy emgak va nazorat qilishga chetishlik o'rinlarga va Xitoy katibashlariga qaratilgan jazoni kengaytirish, ishg'ol qilingan Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan irqiy qirg'inchilikqa munosabatli Xitoy mollarini import qilishni cheklash orqali Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini kuchaytirish, rasmiy aloqada vatanimizning nomini Sharq Turkiston deb ishlatish va Xitoyning mustamlikachi atalg'usi Xinjiangni rad qilish, Sharq Turkistonning manfaatiga ziyon yetkazadigan barliq kelishimlarni rad qilib, irqiy qirg'inchilik, majburiy emgakka silish va zulmning javobgarligini surishtirishni kechiktirmaslikka kafolatlik qilish. Hatto mundaq deyilgan: Amerikaning harakat qo'llanishda axloqiy va strategik majburiyati bor. Sharq Turkistonning ishg'oliyat ostida ekanligini e'tirof qilish, Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llash va iqtisodiy tadbir qo'llanish Amerikaning xizmatlarini rivojlantirdi, davlat bexatarligini kuchaytirdi va erkinlikni qo'g'daydi. Amerika prezidenti Donald Trumpga yozilgan ochiq xatga imzo qo'ygan Sharq Turkiston tashkilotlari tuvandikicha: Shveysariyadagi Uyg'urlarga adolat tashkiloti, Norvegiya Islom kultur markazi, Norvegiya Sharq Turkiston jamiyati, Teksas Uyg'ur jamiyati, Uyg'ur ilm ma'rifat fondi, Alberta Uyg'ur kultur jamiyati, Sharq Turkiston milliy ma'rif fondi, Norvegiya Uyg'ur yoshlar birlashmasi, Sharq Turkiston milliy fondi, Uyg'ur markazi, Sharq Turkiston xalq jamiyati, Sharq Turkiston milliy harakati, Sharq Turkiston yordam jamiyati, Ostfol o'lkalik Uyg'ur kultur markazi, Norvegiya Uyg'ur komiteti, Mos shaharlik Uyg'ur kultur markazi, Shvetsiya Uyg'ur komiteti, Germaniyada turishliq Uyg'uriston ozodlik tashkiloti qatorliqlar. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Jumhur raisi doktor Mamtibin Ali apandi bilan Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi birlashib yozgan Xitoy ideologiyalari Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qanday qilib mubolag'alashtirdi nomli maqolasi 14 iyul kuni Tunji pochta gazetida e'lon qilindi. Maqolada mundaq deyildi: Xitoyning ideologiyalik o'rinlari irqiy qirg'inchilikni davlat boshqarish quroli deb qaraydi. 2025 yili 4 fevral kuni Xitoy ichki ishlar ministrligi tarafidan ko'rsatilgan Xitoy ijtimoiy fanlar akademiyasi tarafidan boshqarilgan milliy ideologiyalik tashkilot bo'lgan Xitoy Qizil kultur tadqiqot jamiyati 1949 yili Sharq Turkistonni bo'ysundirgan
Xitoy Kompartiyasining muhim bir a'zosi general Wang Junni maqtab ko'kka ko'targan bir maqola e'lon qildi. Maqola Xitoyning vahshiy qilmishlarini o'tmishdagi bir nomus, pushaymon qilishga tegishli qiliq deb ta'bir bermaydi. Aksicha bularni kunimizdagi boshqarish modeli sifatida qabul qiladi. Maqolaning Wang Jun Xinjiangni boshqaradi. Qaysisi? Sharq Turkistonmi yoki G'arbiy Turkistonmi? Hammasini to'pqa tutinglar degan bo'lakda to'pqa tutish ma'nosida keladigan tutu degan satgapni ishlatgan. Bu yerda ishlatgan hammani to'pqa tutinglar degan ma'noda keladigan chambo tutu degan so'z odatdagi ig'zoki so'z bo'lmasdan balki siyosiy tavsiyani ko'rsatadi. Bu asarda Uyg'urlarni keng ko'lamli qirish, o'ldirish, diniy bo'ysundirish va Uyg'urlarni butunlay bostirish kishini pushaymon qildiradigan qiliq emas, balki unumlik va zarur tadbir sifatida ko'rsatildi. Wang Huizi, Wang Bandat deb tanilgan Wang Jin barliq yezini to'p zambirak bilan yo'qotishni buyuriydi va ko'pchilikni jazolash, yo'qolib ketgan har bir Xitoy askari uchun 5 nafardan 10 nafargacha bo'lgan Uyg'urga o'lim jazosi berish siyosatini yurgizadi. Dindor Uyg'urlarni to'ng'iz yetishtirish, so'yish, iste'mol qilishga majburlaydi. Bular qasddan qilinayotgan diniy e'tiqod va kulturni dafsanda qilish qilmishi edi. Yezining insonlari bir peshqadamning o'ldirilganiga qarshi namoyish qilganda ming'an harbiy kuchi bo'lgan yarim ishlab chiqarish, yarim harbiy o'rin ishlab chiqarish qurilish atritini ishga solib, namoyishni vahshiylik bilan bostirdi. Maqolada qonlar daryodek oqqan deb madilindi va yana Beyjingdan milliy siyosatlarga hurmat qilinishini talab qilgan Uyg'ur vakillarni aldatganlik uchun Wang maqtab ko'kka ko'tarildi. Yana Uyg'ur vakillarni Beyjingga elib berish va'dasini berib, ularni boshqa joyga elib bordi va shu yerda o'ltirib ishni tamomlaydi. Maqola kishining tinini tikan qilgudek tutut degan bir keskin ibora bilan ifodalaydi. 3 yoki undan ortiq Uyg'ur erning bir yerga jam bo'lishining darhol qatl qilish sababi ekanligini mag'rurlanib turib bayon qiladi. Texmo ichkirlab aytadigan bo'lsak, Wangning qiliq harakatlari haddidan oshgan deb tasvirlanmasdan, balki o'rnak shakllantirgan harakat deb tasvirlanadi. Nima uchun timirdek mustahkam bo'lmaymiz deb savol qo'yatdi da irqiy qirg'inchilikni vatanparvarlikning zarur bir sharti deb bekitdi. Sharq Turkistonni necha 10 yil besiq turishda muvaffaqiyat qozonganligini ilgari surdi. O'xshash bo'lgan irqiy qirg'inchilik yurgizish taktikalarining bugunmi takrorlanishi kerakligini aniqlab tasdiqlaydi. Bu maqola chaqmoq chaqilmay shafqat yo'q deb jakarlaydi. Bular avarchilik tug'diruvchilarni terrorlik qilgandila, endin terrorlikni yo'qotalaymiz deb jakarlaydi va davlat manfaati masalasida haqiqat kuch deydigan tanni tikan qiladigan ideologiyalik ideya bilan oxirlashtirdi. Bu metafor emas. Ular allaburun yo'lga qo'yayotgan butkul xalqni sistemlik yo'qotishdagi majburiy emgak orqali qo'l qilish, keng ko'lamda tutqun qilib, nazarband ostiga ilish, a'zolarni yig'ib olish qatorliq siyosatlarning ittiviy muayyanlashtirilishi. Bu bir internet ig'vogarchiligining yoki tasodifiy Xitoy blokchilarining o'tirg'i atgan narsa emas. Bu so'zlar o'zining nizomnomasiga asosan vazifasi partiya va davlatning umumiy tirishchanligiga xizmat qilish, qizil kulturni o'rganish va tarqitish va Kompartiyaning hokimiyatdagi o'rnini kuchaytirish bo'lgan rasmiy ideviy organdan kelgan. U Xitoy ijtimoiy fanlar akademiyasi, Xitoy Kompartiyasining eng yuqori ideviy tafakkuri bo'lib, partiyaning to'liq huquq doirasida harakat qiladi. Xitoy ijtimoiy fanlar akademiyasi tarafidan tekshirildi va partiyaning to'liq huquq doirasida harakat qiladi. Xitoy Qizil kultur tadqiqot jamiyati bilinmagan bir qurilish emas. Uning faoliyatlarini Xitoyning yuqori darajalik ideviy sarxillari nazorat qiladi va qo'llaydi. 2023-yildagi mamlakatlar xalq qurultayida so'z qilganlar Xitoy Kompartiyasi Markaziy siyosiy tadqiqot ishxonasining sobiq mudiri Teng Wenxing va Davlat mudofaa universitetining sobiq siyosiy komissari Li Dianrinni o'z ichiga olgan bo'lib, ularmi bu tashkilotning 2024-yildagi mamlakatlik yig'inida so'z qilgan. Oldingisi bu tashkilotning materiallarini siyosiy jihatda o'tkir topmoqda. Keyingisi bu tashkilotni Shi Jinpingning ideviy rahbarligidagi jangovar kuch deb tasvirladi. 2018-yildan keyin Markaziy partiya tarixi va adabiyot instituti deb o'zgartirilgan Markaziy tashviqot bo'limining sobiq boshlig'i Wang Zhenji, Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti adabiyot tadqiqot ishxonasining sobiq mudiri Pang Xianji, Xitoy Qizil kultur tadqiqot jamiyatining partiya ideyasini ilgari surishdagi tavranmas va'dasini ochiq-oshkora maqtadi.
Ularning qo'llashi tasoddifiy emas. Bu Xitoy Kompartiyasining yadroliq ideya nishoni bilan moslashganligini isbotlaydi. Bu tarixiy o'ylanish emas, vaqtliq qudratquluq. Bu hikoyalar chet yoqqa blok yoki ilmlar tarafidan emas, balki Xitoy davlatining organlari tarafidan tuzumlashtirilyotidi. Qandaqla bo'lmasin, Xitoy Qizil Kultur tadqiqot jamiyatining o'zining maqolasi bu qarashni rad qildi. U Xitoyning 1949-yili Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olishini Şinjanni tinch yo'l bilan ozod qilish deb atadi. Kentlarni bombardimon qilish, keng ko'lamlik o'lim jazosi berish, diniy salohiyatni kamsitish, bostirish va atalmish terrorlikni bostirish qatorliqlarni ideviy iftixorlik bilan tasvirladi. Xitoyning o'zining ideviy apparatlari Uyg'urlarning necha 10 yildan buyon aytganlarini isbotladi. Ya'ni bu ozodlik emas, balki rəhimsiz harbiy ishg'oliyat. Xitoy 2014-yildan boshlab Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni mos qadamda elib bormoqda. Millionlagan Uyg'ur, Qozoq va boshqa turkiy xalqlar jazo lagerlariga qamaldi, majburiy emgakka selindi, tug'mas qilindi va bolalaridan ayrildi. Minglagan kultur va diniy so'rinlar vayron bo'ldi. Uyg'ur tili yo'qotildi. Xitoy davlati buni kasbiy tarbiyalash va terrorlikqa qarshi turish, nomrodlikni azaytish deb atadi. Qandaqla bo'lmasin, oshkorlangan rasmiy hujjatlar Xitoy Qizil Kultur tadqiqot jamiyatining maqolasining ideya jihatdan yo'qotish orqali bo'ysundirishdan iborat haqiqiy muddani oshkorlaydiganligini ko'pchilikka oshkorlagan. 2020-yili Sharq Turkiston surgundi hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'onish harakati lager shohidlari Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga rasmiy arz sundi. Amerika va boshqa bir necha davlat parlamentlari Xitoyning vahshiyliklarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. 2022-yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq ishxonasi bu jinoyatlarning insoniyatga qarshi jinoyat bo'lishi mumkinligini dalilladi. Ammo hech qanday siyosiy natija maydonga kelmadi. Xitoy Qizil Kultur tadqiqot jamiyatining maqolasi xatarlik yangi busugidan ishorat berdi. Xitoyning Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchiligi davomlashib qolmay, u ochiq-oshkora ulug'landi. 1950-yillardagi keng ko'lamli qotillik, kulturini yo'qotish va rəhimsiz taktikalar hozir Sharq Turkistonni qandoq boshqarishning ulgusi sifatida tabriklandi. Bu faqat yerlik ommaga uchur emas, bu dunyo uchun bir signal va sukut turganlarga ogohlantirish. Dunyo endi sal qarashni iddia qila olmaydi. 2025-yil 6-oyda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi izchil oshkora davomlashmoqda. Balki davlat ideologiyasi orqali ochiq-oshkora qonunlashtirildi. Xitoyning davlat kontrolligidagi organlari hozir Sharq Turkistonni bo'ysundirish uchun belgilangan keng ko'lamli qotillik, majburiy assimilyatsiya qilish va diniy e'tiqodini dafsandichilikka uchirtishni ochiq-oshkora maqtadi. Ular tarixiy o'ylanish emas. Ular Xitoy Kompartiyasi hokimiyati ostidagi Xitoy davlatining bugungi kunda qandoq boshqarishni maqsad qilganligining loyihasi. U qonunliq bo'lgan ideologiyani madiylash bilan bir vaqtda bu jinoyatlarni rad qilib kelmoqda. Bu faqat jazosizliklar emas, balki Xitoyni kuchaytirish. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, demokratik davlatlar hukumatlari va kishilik huquq tashkilotlari xalqaro jinoiy ishlar sudining kechiktirmay rasmiy tekshirishini talab qilishi kerak. Agar sud harakat qo'llanmasa, demokratik davlatlarning Xitoyning Sharq Turkistonda olib berayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatini surishtirish uchun alohida xalqaro sud kollegiyasi qurish mas'uliyati bor. Irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni to'sish va qilmish sodir qiluvchilarni javobgarlikka tortish uchun konkret harakat qo'llanmay e'tirof qilish adolat emas, u bir sheriklik. Irqiy qirg'inchilik o'q bilan boshlanmaydi, u ideviy qudrat qilish bilan boshlanadi. 2025-yili Xitoy ideologiyasidan faxrlandi va faxrlantirdi. Dunyo chuqur davlat rahbarligidagi bu yo'qotish mexanizmiga qarshi turishi yoki sukut qilishni tanlash orqali uni qo'llashni qaror qilish kerak deyildi. Mavjudlik krizisi deyilganda shu aniq bo'lishi kerak ediki, krizis vatanda. Vatan ichidagi xalqning mavjudlik mujodalasini davom qildirishda. Vatan sirtidagi mujodalaning birinchi nishoni vatan ichidagi mavjudlikning krizislariga qarshi tadbir ishlash. Har qanday ijtimoiylikqa yotadigan harakatlarni siyosiy g'oyaga xizmat qiladigan unsurga aylantirish bo'lishini talab qiladi. Vatan sirtidagi mavjudlik, vatan ichidagi mavjudlikqa qarashli qilinmaganda, chet elda mavjudligini saqlash idealarining hech birini haqiqiy ma'nosini topgan mavjudlik ko'rishi qatoridan hisoblag'ili bo'lmaydi. Balki bu siyosiylik jihatda vatan ichidagi krizisdan barbara yiroqlashish, millat, xalq huquqlarini vatan sirtidagi oz sonli to'plamga yuklab ishlatish,
vatan ichidagilarning mavjudligini o'zlarining mavjudligidan keyingi tizishga yetadigan tutum va kayfiyatlarni borliqqa keltirish kelib chiqadi. Burhan Muhammadning Manqurt Zihniyat va xiyonatlik ziyorat nomli maqolasidan elindi. Bizga vaqt ayırganlar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.